Assalomu alaykum aziz do'stlar, Bahodir Burat kanalining aziz obunachilari va muxlislari. Musofirdan turib bizni kuzatayotgan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, barchaga alanganlik salomlar deb qolamiz aziz do'stlar. Demak, bugun biz ko'plab pul yutuqlar va mana shu qarshimda turgan Kia Sorento avtomobilini o'z egalariga topshiramiz do'stlar. Biz boshladik, bitta laykni bosib, paddeshkada bo'lamiz do'stlar. Biz esa birinchi navbatda pul yutuqlarini topshirishni boshlaymiz. Egalari kelishgan, boshladik do'stlar. To'raqulov Najmiddin akamiz Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan. Do'stlar, bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Aka keling qani aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Gap yo'q. Bu akamiz bizdan bir oy oldinmi? Kia 1,5 oy oldin. Kia K8 avtomobilni yutib olgansiz, to'g'rimi? Qanday mashina minib yuribsizmi gazga bosib? Moshada yuribmiz ha. Gap yo'q. Tabriklaymiz aka. Qayerdan keldingiz o'zi siz? Surxondaryo Uzundan. Gap yo'q. Anikay. Tabriklaymiz. Yutuqlar muborak bo'lsin. Bu ikkinchisi endi 10 ming dollar. Bardavom bo'lsin. 40 ming dollar, 50 ming dollar, 100 ming dollarni ham yutish nasib etsin. Aka, marhamat. Oling qanimini bitta qarsak bo'lsin endi chiroyli akamizga. Rahmat. Tabriklaymiz. Marhamat, ko'ngildagi tilaklar bo'lsa bildirishingiz mumkin aka. Nima demay endi qacha Sotilamandan. Hayajon kuchli, bilaman. Tabriklaymiz akajon. Bardavom bo'lsin. Mashinani tiyib minib yuring. Kimlar bilan kelgansiz? Qani? Mana. Ojonalar kelishgan. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum avvalambor. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Marhamat, sizdan bir tilak eshitaylik. Mana shu o'g'limni umri uzoq bo'lsin. Yana yutganlar bardavom bo'lsin ilohim. Sizlardan ishlaringizga omad bo'lsin. Meni o'g'lim ham omadliga omadini bersin ilohim. Hamisha yana ham yutib olsin ilohim. Rahmat. Mashinalarni minib yuribsizmi? Yo'q, bizlar mashinani sotib o'g'limga uy qurdik. Ha, gap yo'q. Uy qurib berdik. Kimdir bunday. Uy qurib berdik. Gaziga bosing. Rahmat. Momajon, yana bosaydi ilohim gazga. Mana uyga mana bu qo'shimcha bo'ladi. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Yana ham bardavom bo'lsin, yutinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. 7 o'g'ilni ichidan bir shuni yutib olyapti. Anakay. Gap yo'q, tabriklaymiz. Sog' bo'ling momajon. Rahmat, sog' bo'ling. Gap yo'q do'stlar, meniki Kia K8 meni 1,5 oydan keyin 10 ming dollar gazga bosaverasizlar surxondaryoliklar. Biz esa davom etamiz. Ketdik. Navbatdagi pul yutug'ini demak egalariga topshiramiz. Hasanov Fazliddin akamiz Surxondaryo viloyati Bandixon tumanidan. Qaniki, assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz yangajon? Charchamayapsizmi? Qayerdan keldingiz? Bandixondan keldim. Bandixondan. Ikkita o'g'lim bor, ikkalasi ham Rossiyada. Shu kichkina o'g'lim o'ynab, shu yutgan ekan. Gap. Necha yoshda farzandingiz o'zi? 25 ga kirgan. Fazliddin akamiz 25 ga uylantirdingizmi? Ha, uylantirganman. Yaqinda qizli bo'ldi. Aniq. Qizil rizqida endi. Kimlar bilan keldingiz o'zi? O'zim nevaram bilan keldim, kichkina nevaram. Gap. Tabriklaymiz. Yutuqlar muborak bo'lsin. Hasanov Fazliddin akamiz Bahodir Burat kanalidan Manikay. Demak, 10 ming dollar yutib olganlar tabriklaymiz. Bandixon tumanidan. Muborak bo'lsin yutuqlar, onajonlarni qo'llariga topshiramiz. Manikay onajon, tabriklaymiz. Yutuqlar muborak bo'lsin. Qani bitta chiroyli qarsak bo'lsin mana shu opamizga ham. Rahmat katta. Tilaklaringiz bo'lsa ikki og'iz. Shu farzandlarim sog'-omon bo'lsin. Shu boshlagan ishlaringiz, yaxshilikka boshlagan ishlaringiz bardavom bo'lsin. Hamisha sizlarga ham omadlaringizni bersin. Shunday hammani xursand qilib yurgan ekansizlar. Hamisha sog' bo'linglar sizlar ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 10 ming dollar yaxshi kunlarga ishlang. Rahmat, shunday. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gap yo'q. Manikay. Jiyancha, bu yoqdan o'ting. Mana. Ana, gap yo'q. Tabriklaymiz do'stlar. Surxondaryoliklar gazga bosib urasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, hozir ikkita yutuq 10 ming dollar hammasi Surxondaryo. Surxondaryo gazga bosyapti, lekin davom etamiz. Navbatdagi pul yutug'ini o'z egalariga topshiramiz. Ketdik. Demak, Xolboyev Akrom akamiz Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumanidan 5 ming dollar yutib olganlar. Kelinglar qani. Keling aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qayerdan keldingiz aka? Qashqadaryo. Qashqadaryoni qayeridan? Yakkaqona. Gap yo'q, aniqay. Erondan pastroq. Kimingiz yutib oldi? Ukam. Ukangiz, radnoy, bir ona bir ota. Ha, bir ota. Ismingiz kim sizning o'zi? Ro'ziboy akamiz. Gap yo'q. Aziz do'stlar, Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumanidan Xolboyev Akrom akamiz 5 ming dollar yutib olganlar Bahodir Burat kanalidan. Demak, meniki Ro'ziboy akamiz kelganlar, akalari. Akalarga topshirib qo'yamiz. Marhamat. Tabriklaymiz. Yutuqlar muborak bo'lsin. Tilak bildiring qani bir ikki og'iz sizdan. Hamma YouTube shunday YouTube olaversin. Gap yo'q. Gazga bosing, charchamang. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi pul yutug'ini demak o'z egalariga topshiramiz.
Tak, Iskandarov O'ktam akamiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabzdan 5000 dollar. Keling qani akajon. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka? Charchamayapsizmi? Qayerdan keldingiz? Shahrisabz tuman Do'qchi qishlog'idan. Qanday? Yaxshi. Kayfiyatlar zo'rmi? Xudoga shukr. Kimingiz yutib oldi? Ukam yutib Ukangiz 5000 dollar. 5000 dollar ukalari. Ismlari kim edi? O'ktam. Ismingiz kim sizning? Meni ismim O'lmas. O'lmas aka. Gap yo'q. Tabriklaymiz aka. Ma'nakay Shahrisabzlik O'ktam akamiz demak Bahodir Burat kanalidan 5000 dollar yutib olganlar. Olin qani O'lmas aka. Tabriklaymiz. Yutuqlar muborak bo'lsin. Pullar sana oldingiz. Hammasi joyidami aka? Joyida. Gap yo'q. Gaziga bosing, Rahmat. bitta tilak bildiring. Ma'nakay. Bahodir Obunachilarga mana shu bizni kuzatib turgan musofirlarga. musofirlar omadini bersin hamisha. O'ynasin, yutsin. Bahodir Burat komandasiga rahmat. Charchamasin. Rahmat sizlarga ham salomat. Gazga bosing. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demak aziz do'stlar, kuni kecha Bahodir Burat kanalidan Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan Asomiddinov Madanimbek akamiz demak Kia Sorento avtomobilini yutib olganlar ma'nakay. Hozir dadalar kelishgan, yaqinlari kelishgan avtomobilni egalariga topshiramiz. Ketdik do'stlar. Aziz do'stlar, eslatib o'tamiz, bu avtomobilimizni akamiz bir o'yinda ham avtomobil ham 1000 dollar yutib olganlar. Bitta o'yinda ikkita yutuq bo'lgan. Somiddin akam, Madanimbek akamizga. Gap yo'q. Demak, Nizomov Mahmadjon akani chaqiramiz. Keling. Keling qani. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz buvajon, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qayerdan keldingiz? Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan. Kimingiz yutib oldi avtomobilni? O'g'lim Asomiddin Madanimbek. Asomiddin Madanimbek akamiz yutib oldi. Gap yo'q. Tak, uyda mashin bormi buva? Yo'q. Mashin yo'q. Birinchisi shu. Mashin mening zo'ridan manavday markasidan mening. To'g'rimi? Oltiariqda bu oxincha model qayerdan? Bizdan-da Yangirat. Sizni qishlog'ingizdan. Albatta. Qo'shningiz shunday. Bir devor qo'shni. Qo'shnimiz. Anakay. Oxinjon Madaliyevni bir devor qo'shnisi ekan. Tabriklaymiz. Buvajon, demak Oltiariq tumanidan Asomiddinov Madanimbek akamiz Bahodir Burat kanalidan Kia Sorento avtomobilini yutib olganlar. Demak, dadalar nomlariga rasmiylashtirib berdik. Topshiramiz, mana bu avtomobilimizda oldi-sotdi hujjati bo'ladi buvajon. Mana bu avtomobilimizda tex pasporti bo'ladi ma'nakay. Mana bu esa zamonaviy ma'nakay kalti bo'ladi. Oling. Do'stlar, yana bir yutug'imiz bor. Mana shu akamiz, demak Madanimbek akamiz bizdan bir o'yinda ham avtomobil, ham 1000 dollar yutib olganlar. Yigitni boshiga baxt shu qo'ndi degani mana shu bo'lsa kerak. Oling ma'nakay 1000 dollar deyam. Tabriklaymiz, bitta qarsak bo'lsin qani. Keling qani buvajon, bunday keyin qani. Bir ikki og'iz tilaklar bildiring qani mana shu obunachilarga. Hamyurtlar barchalaringni shu yutuqlar bilan tabriklaymiz. O'g'illarimiz musobaqada yurgan barchalarning omadlarini bersin. Shukrlarni oson qilgin. Har qanday nimalardan saqlasin. Barchalarni rahmat deymiz barchalarga. Shofir o'zingizmi? Jiyan meniki. Jiyan, gap. Chaqiring. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismingiz nima? Doniyorbek. Doniyorbek aka, shofir sizmi? Shofir. Gap. Aka zo'rmisiz? Bu yoq kim bu yoq? Kimingiz bo'ladi? Tog'asi bo'laman madam. Tog'ami? Yigit tog'asi bo'lsin degani shu bo'lsa kerak-da. Gaziga bosing buva. Tabriklaymiz, yutuqlar muborak bo'lsin yana bir bora. Omadlaringiz bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gap yo'q. Perivalda to'xtab bir tandir ham jeb keting, maylimi? Albatta. Gap yo'q. Mening mashinga, mening. Bu siz bu yoqdan oltdan keling. Rahmat, keling. Oltdan mening. Gap yo'q. Ma'nakay. Ana. O'tiring qani. Gap yo'q. Keling. Hamma ketadi. Mening qani aka. Bu mashin qanday ekan o'zi bu? Juda yaxshi-da. Hammaga komfortmi bu? Komfort. Qanday ekan bu? Zo'r ekanmi? Aka qanday ekan mashin? Ishlanganmi? Zo'r. Zo'rmakan tog'a mashin. Rahmat. Shotkami? Zo'r. Gap yo'q. Tabriklaymiz. Yutuqlar muborak bo'lsin. Rozimisiz bizdan? Rozimiz. Notariuslar hammasi joyida bo'ldimi? Bo'ldi, hujjatlar qo'yildi. Gap yo'q. Gaziga bosing. Shopir aka. Ehtiyot bu foydasi olib qochib ketadi, maylimi? Gaziga bosing. Haydang. Farg'ona viloyati Oltiariqqa ketdi. Demak aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, ko'plab pul yutuqlari va avtomobilni o'z egalariga topshirdik. Ana endi biz bundan keyin do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Avtomobillarni xonadoningizgacha olib borib beramiz. To'y tantana qilib o'zimiz topshirib kelamiz. Gazga bosinglar do'stlar. Sizlar bilan bugun men Umidjon bo'ldim.